Birdan bo'lmaydi, ha? Qalay ekan? Haydab ko'rdingiz-ku? Normalmi? Yumshoqligi qalay, yumshoqligi? Chotki, gap yo'q. Xudo xolasa. Xudo xolasa uyni olib borib, tushirib, bir petalarni olib qaytamiz, ha? Xudo xolasa. Mototsiklning birgina kamchiligi shopir kerak bo'lgani. Ana. Ag'alar. Mana xudo xolasa Qo'ng'at rayonidan keldik. Qarekengning jurtunda gigant mototsiklimiz Qo'ng'at lag'amizga olib keldik. Biroq atınız kim edi sizin? Daravay. Daravay ağamız xudo xolasa Qo'ng'atda shu mototsiklda talab qiladi. Yuk tashiydi, xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Qo'ng'atli bratlarga shu videoni yuborib qo'ying ag'alar. Sizga xudo xolasa mototsiklni jo'ramiz bilan, ha? O'tirib. Qanni chesma. Assalomu alaykum ag'alar. Qayerdamiz? Jayxun mototsikl do'konidamiz. Har doimgidek. Bizning manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumanida. Xudo xolasa mana ikkita mini labomiz tayyor bo'lgan. Ikkitasini satdik. Bundan tashqari kabinkali, benzinli, yogo, polu kabinkali mototsiklarimizdan bor. Xudo xolasa bu savdamiz naqd asosida bo'lgan. Bu savdamizni Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'at rayonidan satdik ag'alar. Kuzatib boring. Yana bitta mini labomiz savdoga tayyor. Yana bitta tank skuterimiz sotilgan mana. Hozir test drive'larni o'tkazyapti. Barib na место bratlarga birdan bo'lmaydi, ha? Qalay ekan? Haydab ko'rdingiz-ku? Normalmi? Yumshoqligi qalay, yumshoqligi? Chotki, gap yo'q. Yumshoqligi normalmi? Gap yo'q. Burungi Yava mototsikllarda Qaysi? Ejel mototsikli bu burungi Yava mototsiklda ekan. Bostan ko'taradi. Mototsiklimiz xudo xolasa sotildi. Ustamiz maslahatlarini beradi. Shuni oldingmi? Normalmi? Usta rayondagi Amudaryodan nomer ading usta Kamil aka degan tanib qo'yaver, ertan kerak bo'lib qoladi. Xudo xolasa bu mototsiklimiz haqida aytsak, 150 kublik benzin motor bilan jihozlangan. 100 kilometrga 2 litr расход qiladi. Tank skuteri bu. Dastavka uchun eshiklari bor. Mana xudo xolasa bilan ketdi haydab. O'z egasi o'z uyiga, o'z manziliga ketadi. Ag'alar bizni kuzatishda davom eting. Siz uchun xudoyimiz bilan ishlaymiz. Mini lavamiz savdoga tayyor bo'latir. Tak, bu mototsiklimiz 2 tonnalik 220 ga 140 razmerda usilenli mostlar qo'yilgan, jidkisli tormozlar, zonshey motorlar bilan jihozlangan. Shamoldan to'suvchi защитный aynalari bor. Yangi dizayndagi aynalar bilan jihozlangan, faralari, vilkalari 60lik, qo'shimcha ikkita farasi bor. Kavolo brendi ostida 2025-yilda ishlab chiqarilgan mototsiklimiz. Qo'shimchasida zapaska balon, kaska, jilet, hamma narsasi bor. Ag'alar bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa hozir buni Qo'ng'atgacha aparib, daromet nima qilamiz? Uyini aparib, Tushirib beramiz xudo xolasa. Xudo xolasa uyini aparib, tushirib, bir petalarni olib qaytamiz, ha? Xudo xolasa. Mototsiklning birgina kamchiligi shopir kerak bo'lgani. Ana. Ag'alar ko'rdingizku? Mototsiklga faqat bitta shopir kam. Bu sizni kutyapti. Bizni kuzatishda davom eting. Jayxun Motors jamoasi doim siz uchun xizmatda. Ag'alar. Mana xudo xolasa Qo'ng'at rayonidan keldik. 20 kilometrdan keyin
Gigant mototsiklimiz, Qarekengning gigant mototsikli o'z egasine, o'z menziline boradi, xudo xolasa. Ağalar mana Dayrabay ağamızın nomerini qoldiramiz. Yugi bo'lsa aytaveradi. Sog' salomat bo'ling ağalar. Jayxun Motors jamoasi doim siz uchun xizmatda harakatda, kech bo'lishina qaramay mana dastavkalarimizni o'z egasine, manziline yetkazdik. Aloqa uchun telefon nomerlarini qoldiramiz. Siz uchun doim xizmatdamiz. Вот. Нормальный мамрат. Assalomu alaykum. Telefon nomerini yana aytib bering. YouTube'ga bu video. 94 Aha. 656 89 08. Shu nomerga telefon qilinglar ağalar. Qo'ng'iroqda yugingiz bo'lsa, begona qilmang. Ağamiz xudo xolasa gigant motosiklimizda xizmatda. Hayda, Davronbek. Birat endi juvasiz-ku xudo xolasa, mototsiklni jo'ramiz bilan, ha? O'tirib. Qanni chesman. Jumasadan momentda ertang yangi talab boshlayotgan bo'lsangiz. Xudo xolasa bir shu texnikamiz sizga izindan o'qon texnikalar olib bersa, aqa, biz xursand bo'lamiz. Ağalar Jayxun Motors kuzatib boring, doim siz uchun xizmatdamiz. Mana onlayn savdomiz o'z yakunini etdi. Ağamızın uyuna olib kelib, mototsiklimizni eson-omon o'z egasine topshirdik. Sog'-omon bo'ling, xato va kamchiliklar o'tgan bo'lsa uzr so'raymiz. Qo'ng'iroqli ağalarimizga bu videoni yuborib qo'ying. Yeslicho yugi bo'lsa begona qilmasin. Xudo xolasa arzon yetib yakib berasiz, qo'ying yuklarni. Bo'ldi, arzon bor. Enaki. Xudo xolasa arzon qilib olib kelib beradi. Inim qalay, inim, inshek, salomlashar. Assalomu alaykum. Ating kim o? Ruslan, o'ng bo'lsin mototsikllar. O'zing haydaysanmi? Xudo xolasa haydaydi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling ağalar.